Sizlar bilan birgalikda men Ehos. Bugun biz Minecraftda foydali faktlarni ko'rib chiqamiz. Videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Unday bo'lsa qani biz ketdik. Xo'sh. Birinchisi, tasavvur qilinglar, siz qanday siz va'dan qarorgohini topdingiz va tez o'tirib olishingiz kerak. Chunki va'dani hali beri uyg'otmoqchi emassiz. Bu yerda qiladigan ishlaringiz ko'p, yugurishingiz va boshqa ishlarni qilishingiz kerak. Shu yerda aynan foydali joy bo'ladi. Mana shu men ko'rsatayotgan tartibda o'rab qo'yishingiz kerak. Bo'ldi. U yog'iga sizlar bemalol ovoz chiqarishingiz mumkin. Va'damiz ham bo'lolmaydi. Men buni hozir har rejimga qo'yib ko'rsatib beraman. Zaten umuman bo'lmaydi. Bu xavfsiz. Bemalol atiga 6 ta jundan foydalanib shu narsani qilishingiz mumkin. 6 dona jun pastga bitta, tepaga yana bitta va qolgan 4 ta. Xo'sh, bu narsalarni sindirib olishinglar shart emas. Keyinchalik siz ishingizni qilib bo'lganingizdan keyin bunday qilasiz va o'ziga kerakli bo'lgan Pardon, o'zi uyg'onadi. Ovoz chiqaryapti. Va yana qilganingizdan keyin ustini tez yopib qo'yasiz. Xuddi bu video Artifact usulida ishlatgan usulnikidek obunachlar, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi lifehackga o'tamiz. Xo'sh, bizning keyingi lifehackimiz bu Nether haqida. Bilsangiz, Netherda ko'pchilik o'ziga Netherga borganda piglinlarni himoya uchun ko'pchilik o'ziga oltindan aslaha yasaydi. Lekin buni hatto oltindan arzonlashadi, lekin aslahangizni kamaytiradi. Bundan ham marhamat ko'rishinglar kamaytiradi. Lekin agarda biz bosh kiyim yasasak, marhamat ko'rishinglar mumkin. Bosh kiyimsiz qolyapti. Bosh kiyim bizga o'xshab, endi men oltindan yasab ko'rsataman. Ko'rayotganinglarda hech narsa o'zgarmayapti va bu piglinlarning oldiga borganda bizga sabab o'zi ham xuddi shu xatoni qiladi. Bundan tashqari yana ba'zi bir narsalarda oltin oyoq kiyimlar, masalan, oltin oyoq kiyimlaringizdan yoki bosh kiyimingizda zaryadi oz qolgan tashlab yubormang. Un bilan piglinning o'rtasida savdo qilish mumkin. Piglin uni oladi va sizga oltin bilan savdo qilgandek bo'ldi. Ehtiyot bo'linglar, bo'lmasa o'zi kiyib olishi mumkin. Davay ketdim. Tashqari piglinni urishga ehtiyot bo'linglar. Va siz bo'lasiz. Xo'sh, obunachilar, bundan tashqari endi keyingi lifehackga o'tamiz. Xo'sh, obunachilar, bu kichik lifehack xolos. Bu shunchaki Minecraftni o'tishda sizga yordam bermaydi, lekin siz o'zingizning korxonangizni chiroyliroq qilib olasiz. Masalan, avampost topib olsangiz, tezda bayrog'ini oling va o'zingizga mana shunday qalqoningizni o'rnatib oling. Yoki o'zingiz yasasangiz ham bo'ladi. Bu juda ham chiroyli chiqadi va bu do'stlaringizga
juda ham ajoyib. Agar siz do'stangiz bilan urushib qolgan bo'lsangiz, aynan avantpostniki sizga ma'qul. Chunki avantpostdagilar har doim urushish va jang qilishda maqsad qilishadi. Va siz ham ular bilan ko'rsatib beradi. Endi keyingi lifehackga o'tamiz. Bizning Ender Dragon'ni oldiga borganda o'yin tugatish uchun harakat qiladi. Lekin bu yerda bir katta muammo bor. Xuddi mana shu. Ya'ni kristallar muammosi. Siz kristalni murjaga olasiz va u portlamadimi bilishingiz muammo bo'ladi. Masalan, kristalni chiyamiz. U portlamadimi bilolmaysiz. Bu narsa ko'pchilikning qiladigan xatosi bor. Ya'ni blok bilan qurib chiqish. Siz uni portlamaydi deb o'ylaysiz. Tezda blok bilan qurib chiqishni boshlaysiz. Uni portlatib. Lekin bu yerda ko'pchilik xatosi bor. Shunda hattoki ba'zi videolarda shunday xatolar qiladi. Lekin qaysidir sportchilar bo'ladi. Siz lekin buni boshqa yo'li ham bor. O'zingiz bilan mana bunday oddiy MTK map, ya'ni MT xaritani olishingiz kerak. Buni shunchaki kristalni oldiga keling va uni chizing. Va qarab chiqsangiz, kristalni juda qizil narsa bo'ladi. Bizning joylashuvingizni aniqlang. Xo'sh, bizning joylashuvga qo'yilgan kristallardan biz mana tarafda aytishga qarasak, biz mana bu ikkinchi kristalni kim ko'rgan bo'lsa, Dragon mana aylana bilan ham ko'rsatyapman. Kim ko'rgan bo'lsa, biz aynan mana bu yerda turibmiz. Xuddi mana shu kristal. Bu esa boshidagi hatto mana bu yerda qizil nuqtachalarni yo'q qilishingiz kerak. Xuddi shu qizil nuqtachalarni hammasini yo'q qilganingizdan keyin endi Dragonni o'ziga o'tishingiz mumkin. Bundan tashqari atrofingizga e'tibor bering va har bittasini o'zingiz uchun mo'ljallab chiqing. 2, 3, 4, 5 va bu sizlarga keyingi safar Minecraftni yakunlashda ancha osonroq bo'ladi va kamroq o'lasizlar. Minecraftda keyingi siz uchun kerakli bo'lgan lifehacklardan eng muhimi bu Minecraftda siz qayerdandir vafot etdingiz, to'g'rimi? Siz vafot etganingizdan keyin o'zingizning vafot etgan joyingizni qidirasiz, narsalaringizni topolmaysiz va sizga yo'l ko'rsatuvchi kompas kerak bo'ladi. Bu kompasni yasash juda ham qiyin, to'g'rimi? Chunki uni yasash uchun sizga Wardenning bloklaridan kerak bo'ladi. Siz uni yasashingiz uchun sizga xuddi mana bunday Wardenning bloklaridan kerak, lekin bularni topish juda ham qiyin va o'lib ketish ehtimolingiz ancha baland. Lekin siz bu narsani boshqa holatda ham ishlatishingiz mumkin. Siz shunchaki kompasni qo'ying va mana bu pastdagi kompasga e'tibor bering. Pastdagi kompasga e'tibor bergan bo'lsangiz, u o'lgan tarafini ko'rsatyapti. Va biz bu ishni mana kompasni va narsalarni tashlab yuborib ham qilishimiz mumkin. Ko'ryapsizlar, invertorim toza. Bu qiyin ish emas, shunchaki kiramiz. Craftlardan qidiramiz. Va mana pastda ko'rsatyapti. Siz tezda verstagingizni sindirasiz va harakatlanasiz qayerda o'lganingizni topish uchun. Ochib yana qarasangiz, u to'g'rini ko'rsatyapti va men xuddi shu yerlarda vafot etdim. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bundan ham zo'r kontentlar hali bizda chiqadi. Qani olg'a.